Ustoz va murabbiylar mashaqqatli va ayni paytda sharafli kasb egalaridir. Ularga qancha hurmat, ehtirom ko'rsatsak oz. Ustozlar jamiyatimizga suv va havodek zarur. Bu muhtaram zotlarni bamisoli o'z nurini atrofga sochayotgan quyoshga o'xshatsak bo'ladi. Quyosh nuridan barcha mavjudot foydalanganidek, ularning ma'rifat ziyolaridan butun bashariyatga manfaat yetadi. Bu haqda Abdurahmon Jomiy hazratlari quyidagi go'zal misralarni keltirgan. Ustoz murabbiysiz qolganda zamon, zulmatda qolardi bu yorug' jahon. Ustozga hurmat, ehtirom ko'rsatish ilmga bo'lgan hurmatning bir misoli bo'lib, har bir shogird rioya qilishi vojib bo'lgan haqlardan hisoblanadi. Agar ularga yetarli hurmat, ehtirom ko'rsatilmasa, inson juda katta xusronda, ziyonda qoladi. Ustoz ila tabibni bir umr ayla ikrom. Hayot izdan chiqmaydi, aslo yo'qolmas orom. Tabibga bersang ozor, dardu g'amga sabr qil. Ustozga bersang ozor, jaholatga sabr qil.